Men sizlarga hozir bir ahli ilm ukamiz aytib bergan bo'lgan ibratli va menga juda qattiq ta'sir qilgan bir voqeani aytib bermoqchiman. Aqlli odam boshqa insonlarni xatosidan ibrat oladi. Ahmoq odam o'zini peshonasi qonab xulosa chiqaradi, tajriba ortizadi deyshadi. Shu ukamiz aytyapti. Bir Qo'qon shahrida bo'lib o'tgan voqea, bir katta bir insonni uylarida aqiqa to'ylarida o'tirgan edik. Biznes haqida uyda tadbirkorlar o'tiribdi, ishbilarmonlar o'tiribdi, Qo'qondagi eng katta savdogarlar o'tiribdi. Shu paytda biznes haqida, tadbirkorlik haqida gap ochildi. Shunda bir yoshlari ulug' bir chekkada o'tirgan tadbirkor bir hoji akamiz deyishdi, gap boshlab qoldi. Meni pulimni sanog'i bor, akamniki behisob. Men nima uchun pulimni sanog'i borligini bilaman, akamniki nima uchun behisob ekanligini ham bilaman degan gapni gapirdi. Atrofda o'tirganlar, hoji aka, endi gapni boshlab qo'ydingiz, oxirini ham ayting endi. Nima uchun siznikini sanog'i bor, akangizniki behisob degan savolni berishdi. Biz maktabni bitirgandan keyin aka-ukalar savdo biznesni boshladik. Kichkinagina qilib dadamiz ruxsat berdi. Men meva-cheva sotaman deydi, Kappon bozorida Qo'qondagi. Akamiz sabzavot sotishadi. Kartoshka, so'zi, piyoz sotishadi. Sekin-sekin bir so'm, 2 so'm bo'ldi, 2 so'm, 3 so'm bo'ldi, sekin-sekin pul topishni boshladik. Endi bir kuni bozordan kelsam, dadam eshik tagida kutib oldi meni. O'g'lim, menga pul kerak edi dedi. Nech pul kerak dada? 5 so'm kerak edi. Cho'ntagidan chiqarib 5 so'm berdim. Bo'ladimi? Ha, bo'ladi, o'g'lim dedi, bo'ldi, kirib ketdim. Keyin dadam mendan so'raydimikan yo akamdan ham so'rarmikan deb ichkarida kuzatdim deydi. Keyin bu kishidan keyin yarim soatdan keyin akalari kirib kelgan. Akalaridan ham xuddi dadasi, o'g'lim, menga pul kerak edi deb so'ragan. Shu paytda akalari nech pul kerak edi dada demabdi. Pul kerakmi dada deb shart cho'ntaklari qo'lga solib, o'sha kuni savdosining pulini hammasini dadasining qo'liga bergan. Dada mana. Bo'ladimi yo uydan olib chiqib beraymi? Yetadimi? Yetadi bolam dedi. Akam hamma pulni berib yubordi. Men aytganimni berdim. Bu narsa dadamizni bu holatlari 3 oyda, 6 oyda qaytanadigan bo'ldi. Har safar o'g'lim pul kerak deydi. Men nech pul kerak desa aytganini beraman, akamiz so'ramasdan beraveradi. Bu narsa 5 yil bo'lgandir, 6 yil bo'lgandir, balkim 7 yil bo'lgandir. Hozirgi kunda keyin dadamiz o'tib ketdi deydi. Otamiz o'tib ketdi olamdan. Mana endi hozirgi kunda kelganda meni pulimni sanog'i bor, akamniki behisob. Qayerda qancha puli bor, qancha tochkasi borligini ham o'zi bilmaydi. Bu azlar nima demoqchimiz? Mana bizning ustozlarimiz aytadiki, katta ustozlarimiz, topaytirgan daromadlaringizdan hech bo'lmasa 10% ota-onangizni ajratinglar. Ota-onangiz u narsani yeymaydi, boshqa qilmaydi, yig'ib farzandingizga beradi. Yoshi katta bo'lganda ota-onalarda, qarang, yoshi katta insonda hikmat bo'ladi, quvvat bo'lmaydi. Yoshlikda quvvat bo'ladi, hikmat bo'lmaydi. Ya'ni yoshi katta insonlar savobli ishlar qilgisi keladi, kimdadir ko'nglini olgisi keladi, bemor ko'rgisi keladi. Lekin u paytda bu insonlarda pul bo'lmaydi. Shuning uchun ustozlar aytadiki, ota-onangizga albatta topgan daromadingizni berib turinglar deydi. Va o'sha siz bergan daromad evaziga ota-onangiz nima qiladi? O'sha ushalmagan orzularini, ushalmagan maqsadlarini amalga oshirib oladi. U quvvat bo'ladi ota-onangizga, ozgina bo'lsa ham dalda bo'ladi deb ustozlarimiz tavsiya beradi. Azizlar, ota-onasiga pul beradigan, ota-onasining holidan xabar oladigan va ota-onalarning xizmatlar qilayotgan azizlarimiz juda ko'p. Ular ziyoda bo'lsin, farzandlaridan albatta qaytadi. Endi nimaga buni aytyapmiz? Biz ota-onalarimizni qo'llarimizni ko'taradigan bo'lsak, Xudo taolo boshi ko'taradigan farzandlarni siylaydi. Bu qaytar dunyo.
bizni qo'limizdan eng tez chiqib ketadigan omonatlar shu ota-onalarimiz hisoblanadi. Biz hali ular yosh, ular hali baquvvat deb o'ylarkanmiz. Lekin bu zotlar ogohlantirmasdan, hech qanday aytmasdan ketib qolar ekan. Keyin hidini ham, ularni izini ham, kiygan kiyinini ham topolmay qolamiz. Shuning uchun kimlarda ota-onasi tirik bo'lsa, albatta ularni holidan xabar olib, qo'ldan kelganicha ularning duosini olishga harakat qilish kerak bo'ladi. Tirikligida ikkita sinonga olib ko'rgani vaqti bo'lmay qoladi ayrim insonlarning ishi ko'pligidan. O'tganlaridan keyin borib qo'y so'yishadi. Endi qo'yning foydasi yo'q, ota-onamizning foydasi bo'lmaydi. Shuning uchun tirikligida nimaki muruvvatimiz, yaxshiligimiz, shirin so'zlarimiz bo'lsa, tirikligida qilib qolgan afzal hisoblanadi, qadrdonlar. Bir bolani qo'y boqar ekan, 5 ta 6 ta qo'y bor ekan. Keyin dadasi so'rabdi: "O'g'lim, nobodi men o'tadigan bo'lsam, shu qo'ylaringdan birontasini so'yasanmi?" debdi. "Dada, nima deyapsiz? Hali uzoq yashaysiz" debdi. "Endi so'rayapman-da o'g'lim, shu qo'ylaringdan men o'tadigan bo'lsam, ma'rakamga birontasini so'yasanmi?" desa, "Ey dada, ikkitasini so'yaman" debdi. Desak, "O'g'lim, hozir bittasini so'ygin, yeydik" degan ekanda. Ya'ni tirikligida qilgan yaxshiroq hisoblanadi. Tirikligida qilgan yaxshiroq hisoblanadi. Mana bir ustozlardan birlari kitoblarda ham yozgan, otamiz deydi, yoshligida ichuvchi bo'lgan deydi. Biz uyalardik farzandlar deydi. Biz ilmli, ziyoli odamlarimiz, dadamiz ko'chada ichib yursa qana bo'ladi deb oyimizni ko'p etardik deydi. Biz uyalardik, dadamiz ichishlaridan juda uyalardik deydi. Dada ichmang, biz uyalayapmiz derdik deydi. Keyin biz ham katta bo'ldik, bizneslar qildik. Ustozimiz otangga topgan daromadingni berasan dedi deydi. Keyin ustoz, meni otam ichadi-da desa, berjasan, dada ichmang, shashlik oying, tog'larga boring, onam bilan dam olgani boring, lekin men bergan pulni ichmang dadajon. Mayli go'sht yog' olib yeng, kiyim-kechak oling, lekin ichmasangiz bo'ldi deb beraman deydi. Ana shunaqa qilib men berishni boshladim deydi. Keyin biz bir joyga to'yga bordik deydi. Meni aziz mehmon, ulug' inson deb ichkariga eng nozik mehmonlar o'tiradigan xonaga olib kirib ketdi deydi. Choy ichib o'tirgandik, birdan butun to'yxonada og'dor-to'ntar boshlanib ketdi. To'yda o'tirgan hamma insonlar, o'sha hovlida o'tirgan hamma insonlar o'rnidan turib ketdi. Dupura turib. Men ham o'rnimdan turib ketdim. Hokim kelyaptimikan? Vazir janoblari kelyaptimikan? Muftiy janoblari kelyaptimikan degan o'y xayol paydo bo'ldi. Hali inson odamlarning ichidan yetib kelgunicha qarab turibman deydi. Odamlar orani ochyapti, bir bo'ylari pastga inson kirib keldi. Shunday qarasam, otam deydi. O'zim hayron qoldim deydi. Odamlar piyanista deb yurgan otamni hamma shunchalik hurmat qilib, o'rnidan turib kutib olganini ko'rib faxrlandim otamdan deydi. Va otamni eng yuqoriga ulamolar o'tirgan, ahli ilmlar o'tirgan joyga olib chiqib ketdi deydi. Endi yo'lda otam bilan qaytyapmiz. Dada, o'g'lim, bu obro'ga qanday erishdingiz? Desa, o'g'lim, bu o'sha sen bergan pulni kuchi degan ekan. Dadalari nima qilgan ekan? O'sha pullarni, o'g'illari bergan pullarni o'sha mahalladagi yetim yesirlar, beva bechoralar, yordamga muhtoj oilalarga oziq-ovqat sifatida, moddiy yordam sifatida tarqatib ekan. Qarang, ya'ni ota-onalar yoshlari katta bo'lganda ularda hikmat bo'ladi, yaxshi ishlar qilgisi keladi. O'sha siz bergan ozgina daromad, o'sha mablag' bilan o'sha orzularni amalga oshirib oladi. Qadrdonlar, mana shu narsalarga ham amal qilib borsak yaxshi bo'ladi. Biz mana shu narsa bizga juda yaxshi ta'sir qilganligi sababli, ibratli bir voqea bo'lganligi sababli biz sizlarga ham shu narsani ravo ko'rdik. Ota-onalar borlar, ota-onalar umrlari uzoq bo'lsin. Farzandlar ularni
xizmatlar qilish baxtiga musharraf aylasin. O'tib ketganlarimizdan Xudo rahmat qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.